O'tni yoqing, suvni saching degani shu bo'ladi. Operator yaqinlashing. Mana buni qaranglar. Tortinma nima deyapti akalar? Zo'ridan bo'ladi mana. 5 minutga bormay suvni qaynatadigandan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, juda ham sifatli bo'ladi. Endi mana buni qaranglar. Sharoit qaranglar. Operator ko'rsating. Mana buni qarang. Suvni qo'ying degandan keyin suvni quygandan keyin akalar mana buni qaranglar. Qo'lda yuving degandan keyin mana bu joylardan bemalol choyni damlab mehmonlar kuzatsangiz bo'ladi. Operatorlikda olasiz ukajonim qaranglar. Uzunligi 8 ga manaqasi 3 metr joyimiz. Rabochiy stoli, tandirim, boki, ikkita qozoni, mangali, yana katta rabochiy stoli bo'lgan. Bugun biz Andijon shahriga yetib kelganmiz. Farg'onani Rishtondan ustakalarimiz Andijon shahriga zo'r qilib tandir o'choqlarni qilib bergan. Shunaqangi yozgi oshxonasi bo'lishini opajonlarimiz juda ham yaxshi ko'radi. Pastda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana shu ko'rib turgan joylaringda общий расходi 21 million 200 ming so'mlik. Mana shu ko'rib turganlaring hammasi bitchi расходi 21 million 200 ming so'm bo'lgan. Usta haqiga keladigan bo'lsak 14 millionga akalarimiz mana shu joyda zo'r qilib bitirib bergan 14 millionga. Kimga shunaqangi sifatli tandir, o'choq, mangallar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaryapsizlar. Mana shu videoni to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lganlar tajribali ustolar YouTube kanaliga joyladik. O'tib ko'rishlaringiz mumkin. Like bosib qo'yasizlar.